Endi qarang, hozir nima? Oxiri Hindiston bildi. O'zbeklar shu oshni yer ekan, ertalab nahorda, to'yda, Toshkentda qazi qartani yer ekan, Jizzaxda bunaqa katta somsalarni yer ekan, zo'r kasal bo'lar ekanda, bizga kelib operatsiya qilar ekan, o'zini muolajasini qilar ekan, bizga hamma topgan tutganni berib ketar ekan deya, oxir Hindiston nima qildi bilasizmi? Hindistonni hozir vizasi xuddi mana Toshkentga borib kelgandek oson bo'lib qoldi. Avval o'chirt navbat turilardi. Shunchalik bizi bemorlarimiz, ya'ni Hindistonni oshiqlari, qaysi oshiqlari borib o'zini xastaligini tuzataman deganlar ko'payib ketdi-da, shu darajada Hindiston vizani ochib yubordi. Men bilganim shu, yana ham oxirgi xabarni bilmadim. Nega bunday? Nega bunday bunaqa kasallarimiz ko'p? Hindiston, ana u Germaniya deymiz. Chunki davolanish uslubini bilmaymiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalam nima dedilar? Davu mardakum bis sadaqa dedilar. Hastalaringizni, bemorlaringizni sadaqa chiqarishlik bilan davolang dedilar. Avval qarang, sadaqa chiqaring. Darrov Hindistonga borib kamida o'tgan yili mana o'zimizning tanishlarimiz 35 mingga jigarini yangiladi. Agar o'shalarga bu inson 35 ming emas, ki 1 ming dollarni mana talab bilimga ber desangiz, "Yo, qoraka" deydi. 35 ming dollarni Hindga berib kelyapti. Endi koshki asl jigarday bo'lsa mayli edi. Alloh yaratganday bo'lmaydi-ku. Yana biridan olib qo'yyapti. O'zini jigaridan olib, jigaridan jigar olib qo'yyapti. Ana jigar ham yarim nogiron bo'lib qolyapti. Uni ajrini Alloh beradi albatta. Ammo buni o'ylashimiz kerak. Shuni 35 ming dollar sarflashdan avval, mana biz ilm ahli aytsak, birodar, keling, hozir 35 ming dollar ketadi bunga. Siz 1000 dollarni bir madrasaga olib borib bering. Ana u bog'cha muhtoj ekan. Ana u maktablarga yana issiq suv kerak ekan. Ana u universitetga mana u kerak ekan. Anetga mana u chiroq kerak ekan. Ana uga asfalt kerak ekan. Shuni qiling 1000 dollarga. Onangiz yoki otangiz o'sha jigari kasal bechora xasta tuzalib ketadi. Qolgan 34 mingi cho'ntagingizda qoladi. Allohning huzuriga amalingiz ko'tariladi desa, qabul qilmaydi. Nima deydi? Yo'q deydi, men bar Hindistonga borishim kerak. Qoraka ehsonni qilyapmiz deydi. Shunaqa deydi. Biz o'zimiz hayotda ko'ryapmiz-da. Abdulloh ibn Muborakning oldilariga ham birlari keldi. Birlari Abdulloh ibn Muborakning oldilariga kelib, "Hazrat" dedilar, "Menga bir duo qiling yoki bir yaxshi bir tabiblarni bilsangiz ayting. Mana oyog'imga 7 yil bo'ldi, mana qon iring keladi." Qarang, necha yil bo'pti? 7 yil bo'pti, qon iring to'xtamaydi. Qilmagan muolajam qolmadi, deyapti. Hazrat shunga bir yo'l ko'rsating. Hazrat nima dedilar? Abdulloh ibn Muborakning so'zlari. Qidiring deyaptilar. Suvga zor bo'lib, cho'li biyobonlarda yashaydigan mintaqalarga boring. O'sha joyda suv chiqaring. Va niyatingiz o'sha kasalingizni shifosi uchun bo'lsin. Ketdim deydilar, eng suvga muhtoj bo'lgan joylar. Yo'qmi hozir bizning elimizda bor? Mana Qashqadaryolarga boring, chiqaring o'sha joyda suv. Yana takrorlayman. 4-umrangiz o'rniga borib, ana suvsiz joylarda bitta quduq chiqaring. O'lganingizdan keyin ham uni savob borib turadi. Bordim deydilar, quduqni kazladim. Quduqdan insonlar ichishni boshlashligi bilan haligi iring qon to'xtab, oyog'im tuzalib ketdi deydi. 7 yil yurgan u bechora. Hindistonga, Germaniyaga borayotganlarga takror aytaman. Buni internetga qo'ying. Ko'plar bilmayapti kasallarni qanday. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari bo'lgancha aytayapman. Qanday bemorlarni davolash yo'llarini bizni mo'minlarimiz faqihlikda bo'lib yoki aqlda bo'lib yoki xushyor bo'lib, zaki bo'lib bilmayaptilar. Bekordan bekor emas, to'g'ri. Ular qanaqadir o'zini amalini qilib tuzatyapti bemorlarimiz, lekin undan avval Allohning ko'rsatgan yo'li bor-ku. Nega Rasulullohning buyurgan buyruqlarini qilmasdan u yoqqa boramizda hindlarga pulimizni berib kelamiz? Qarang, 35 mingni bermangda, 1000ni bering tuzalib ketasiz. Mana Abdulloh ibn Muborakning hayotlaridagi tojir. Borib quduq qazlayapti. Quduqni chiqarib ichishligi bilan tuzalib ketyapti hammasi ham. Yana biri kelyapti. Bir ulamoni oldiga. Hazrat, mana shu qizim deyaptilar, bo'ynidan, tepasidan bir narsa chiqdi-da, kun-tun ukol bilan tinchlantiramiz. Ukol bilan uxlamaydi. Qilmagan ishimiz qolmadi, qilmagan muolajamiz qolmadi. Har narsasini qilyapmiz. Sadaqa qiling. Sadaqa deyaptilar. Sadaqa qildim borib, lekin natija yo'q. Keyin aytiblarki, siz
Shifo niyatida qiling. Shifo niyatida qilmayapsiz. Shifo niyatida qiling, topasiz. Qilib boshladim deydilar, lekin natija u darajada quvonchli bo'lib, qizim tuzalib ketmadi. Keyin yana hazratga kelibdi. Hazrat natija unaqa quvonchli emas, ya'ni so'ngigacha bir shifo topmayapti. Birodar debdilar. Mana shu joyga e'tibor bering. Siz o'zingizni qadr qimmatingizga qarab, davlatingizni hududiga qarab nafaqa qiling-da. Zakot chiqarsangiz, ehson qilsangiz, Alloh sizga nima mol bergan? Molingizni hududi, molingizni chegarasini bilasiz, davlatingizni bilasiz. Qancha sizga mol dunyongiz bor? Mol dunyongizga yarasha ehson qiling, tuzaladi debdi. Haqiqatda shunday ta'sirlandim deydilar. O'sha kunda o'zida 100 talab miskin faqirlarni o'zim yeydigan taomlardan ham yaxshilarini olib ehson qila boshladim deydilar. 100 ta ehsonni qilar ekanman, olingan ukol o'sha vaqtdan to'xtadi deydi. Nega? Dawu mardokum bis sadaqa hadisga amal qildi. Bemorlaringizni sadaqa berishlik bilan shifosini toping, ularni tuzating, ularni muolaja qiling degan hadisga u zot amal qildi. Demak, berayotgan sadaqalarimiz, ehsonlarimiz azizlar, o'zimiz uchun, Alloh roziligi uchun beramiz, Allohni vajhi uchun, Allohni rizosini topish uchun beramiz. Sihat salomatligingizda ko'rasiz. Farzandlaringizni o'nib o'sishligida ko'rasiz. Ularni kamolida ko'rasiz. Moli dunyongizni Alloh taolo o'zi ofatdan saqlab qo'yadi. Kuyib ketmaydi do'konlaringiz yoki tijoratingizda kasod bo'lmaysiz. Chunki sizga duo qiluvchi nima? Birinchidan u erta azonda kelib duo qiladigan farishta bor. Keyin ana u ehson egalari sizga duo qiladi. Ilohim moli dunyosi ko'paysin deydi.